Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Naimjon. Bugun texnik tahlillar bo'yicha ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bozor strukturasi haqida gaplashamiz. Xo'sh, nima uchun kerak? Bozor strukturasi bozorda holatni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni qachon sotib olish kerak yoki sotib yuborish kerak yoki kuzatib turish kerakligini aniqlashda yordam beradi. Biz bozor strukturasini aniqlashda trend liniyalaridan foydalanamiz. Bizda uptrend bor, downtrend bor va consolidation yoki flat yoki range deb ataymiz. Ya'ni bu yonga harakat. Xo'p, uptrend bu nima? Ya'ni yuqoriga harakatlanuvchi trend hisoblanadi. U mana misol uchun bizni grafikimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, grafik umumiy holatda yuqoriga harakatlanyapti. Xo'p, biz bu yerda hozir sizlarga chizib ko'rsataman. Buni high deb oladigan bo'lsak, bu yer low, bunimiz higher high, bunimiz higher low hisoblanadi. Oddiy tushunadigan bo'lsak, bu ya'ni yuqori narx bo'lgan va pullback qilgan, low narxini hosil shakllantirgan va bu yerdan yana yuqoriga o'sib, narx bundan yuqori narxni shakllantirgan. Ya'ni bu narximiz $5 bo'ladigan bo'lsa, bu $7 bo'ldi. Bu narximizdan bu narximiz yuqori bo'lganligi, ya'ni higher high. Low $3 ga tushgan va bu yerda misol $4.5 ga yana yetgan. Bu narximizdan bu holatdagi narximiz yuqori bo'lganligi uchun higher low, oldingi lowdan ko'ra balandroq narx formatsiya qilgan. Xo'p, umumiy holatda trendimiz yuqoriga harakatlanyapti. Buni uptrend deb ataymiz. Biz umumiy tushuncha olaylik trendlar bo'yicha keyingi darslarimizda yana chuqurroq kirib, batafsil o'rganamiz. Hozir umumiy holatda trendlarda nimaligini tushunib olishimiz kerak. Xo'p, uptrendni tushundik. Endi downtrend. Downtrendimiz pastga harakatlangan trend bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, umumiy trend pastga harakatlanyapti. Bu highdan bu low, oldingi highdan lower high shakllantiradi. Mana misol uchun $5 deb oladigan bo'lsak, bu yerdagi narximiz bu yerga narx tushdida $4 bo'lib qoldi. Ya'ni bu narxdan past, shuning uchun lower high. Oldingi highdan pastroq narx shakllantirdi. Mana bu lowimiz misol $3 bo'lgan, endi $2 bo'lib qoldi. Xo'p, oldingi lowdan lower low bo'ldi, pastroq bo'ldi. Shuni hisobiga biz lower low deb ataymiz. High low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ko'rganlaringizdek, oldingi highdan past, oldingi lowdan yana ham past narx formatsiya qilyapti. Bunimiz umumiy holatda downtrend, ya'ni pastga harakatlanuvchi trend deb ataymiz. Xo'p, uchinchi holatimiz bu consolidation yoki biz flat yoki range deb ataymiz. Xo'p, bu nima? Bu trend yonga harakatlanishi. Xo'p, bir nechta highs and lows. Bunda higher high, higher low, lower low, lower high degan narsa bo'lmaydi. Chunki narximiz yonga harakatlanadi. Ko'rib turganlaringizdek, grafikda bu yerda uptrend bo'lgan. Hozir bu yerda trendimiz up bo'lgan, keyin yonga harakat bo'lyapti, consolidation va yana trendni buzyapti-da,
yuqoriga harakatlanyapti. Xo'p, biz buni aytadigan bo'lsak, bu yerda chizamiz va bu yerda ham chizamizda narx harakatlanyapti va bu yerda buzib tepaga chiqib ketyapti. Ya'ni narximiz, ya'ni chartimiz yonga harakatlanyapti. Narx shu kanalning ichida harakatlanyapti. Ko'rganlaringizdek. Va bu high va low'ni beradi. Low, high, low. Buni biz consolidation, flat yoki range deb ataymiz. Ya'ni narximiz yonga harakatlanadi. Xo'p, bugungi darsimiz qisqacha shundan iborat edi. Ya'ni uptrend, downtrend va consolidation. Uptrendimiz yuqoriga harakatlanadi, downtrendimiz pastga harakatlanadi, range yoki consolidationimiz yonga harakatlanadi. Umumiy biz hozir trading view'da ochamizda bir qaraganda ajratishni o'rganamiz. Xo'p, biron bir aksiyani bozor holatini tekshirish uchun biz TradingView platformasidan foydalanamiz. Ko'rib turganingizdek, TradingView'da ochdik. Tesla aksiyasini tanladik, chunki hamma biladigan Tesla kompaniyasi hozirgi holatda qaysi trenddaligini ko'ramiz va umumiy holatda qanaqa trendlar shakllantirganini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek, Tesla aksiyasi mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda biz trend line'dan foydalanamiz chizish uchun. Ya'ni trend line'imiz bizga shu chizishda yordam beradi. Xo'p, Ctrl bosib so'ngchan chart tugmasini bossak kopiya qiladi. Xo'p. Umumiy holatda mana bu davrda oladigan bo'lsak, mana 24-mart 2025-yildan 29-yanvar 26-yilgacha, ya'ni bu yergacha buni belgilaylik. Ya'ni shu davrda uptrend trendda bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bozor harakatlangan, ya'ni yuqoriga harakatlangan va bu yerda buzib tez qilib downside pastga ketgan. Endi hozir bu yerda yana uptrendda harakatlanyapti va bu yerda yana buzdi va biz kutib turamiz, yana uptrendga o'tadimi. Xo'p. Umumiy holatda biz tushunyapmiz, qani bozor qanaqa harakatlanganini, qanaqa harakatlanmoqchi bir qarashda bilib olishimiz mumkin. Xo'p. Buni o'chirib olamiz. Xo'p, mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana bu joyda bozor qanaqa harakatlangan? Bozor albatta down trendda harakatlangan. Qo'polib ketdi. Bozor down trendda harakatlangan. Mana buni qaraydigan bo'lsak, buni high deb oladigan bo'lsak, bu nuqtani, bu narxni, buni low deb oladigan bo'lsak, ya'ni bu narximiz bunga nisbatan pastda hisoblanadi, to'g'rimi? Lower low bo'ladi. Bu high price'imizdan bu price'imiz yana pastda, lower high. Bu ham pastda, lower high. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, down trend shakllangan. Bunimiz down trend. Xo'p, tushundik. Uptrend bilan down trendni umumiy grafikda shuni qarab bilsak bo'ladi. Kelajakdagi darslarimizda yana global, lokal trendlarimiz bor, ularni batafsil o'rganamiz. Shunda yana ham yaxshiroq tushunib olasizlar. Xo'p,
Consolidation'ga Nvidia'ni misol qilib olamiz. Nvidia aksiyasini ko'rib turganlaringizdek, mana bu holatda u yonga harakatlangan. Ya'ni narx kunlik time frame'da turibdi, yonga harakatlangan. Bu yerda buzib chiqqan va yana qaytib kanalga tushib olgan. Ko'rganlaringizdek. Yana buzib chiqqan. Hop, low, high, low, high, low, high, low va bu yerda breakout qilib, retest berib, yana harakatlangan. Umumiy holatda tushundik. Uptrend qanaqa, downtrend qanaqa, consolidation. Kelgusi darslarimizda buni batafsilroq ko'rib boramiz. Bu ikkinchi darsimiz edi. Hali oldinda yana o'nlab darslarimiz bor. Kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Yangi dars yuklaganimizda birinchilardan bo'lib ko'rasiz.